Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z vafotlaridan keyin ko'p o'tmay fitnalar ko'payishini, ya'ni islom nomidan mo'minlarni adashtiruvchi toifalar ko'payishini aytganlar. Bu toifalarning barchasi o'zining haq yo'ldaligini da'vo qiladi. Ahli sunna bilan adashtirmaslik uchun ularning alohida o'ziga xos belgilarini bilib olishimiz kerak. Mutaxassislar adashgan toifa vakillarining quyidagi alomatlarini ajratib ko'rsatishadi. Birinchi, boshqa din vakillariga toqatsizlik. Islom amri ma'ruf va nahiy munkar qilishga chaqiradi, lekin majburlash va zug'umdan qaytaradi. Aynan yaxshilik va yuqori darajadagi axloq musulmonlarning boshqa din vakillaridan ajralib turuvchi jihatlari hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamda salaf solihlarning o'zga dinlarga yaxshi munosabatda bo'lgani haqida juda ko'plab rivoyatlar bor. Ikkinchisi, dunyoqarashning o'ta torligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilm talab qilish har bir muslim va muslima uchun farzdir deganlar. Vahiyning birinchi so'zi ham o'qi bo'lgan. Musulmon olimlari, ularning orasida ayollar ham kam bo'lmagan, ilm-fan rivojiga katta hissa qo'shishgan. Uchinchi jihat, tanqidni to'g'ri qabul qilmaslik. Adashgan toifalarning fikrlash doirasi cheklanganligi o'zgalar fikrini yoki boshqa nuqtai nazarlarni to'g'ri qabul qilishga imkon bermaydi. O'z nuqtai nazarini himoya qilish uchun u ko'pincha diniy matnlardan o'ziga kerakli joylarni kesib olish usulini qo'llaydi. Ba'zida esa suhbatdoshi bilan bo'lgan suhbatlarida axloq chegarasidan ham chiqib ketadi. Hadislardan birida aytilganidek, bu kabi fe'l-atvor va munozara va bahslashuvda fojirlik qilish munofiqlikning alomatlaridan hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ular ila go'zal uslubda munozara qil deya marhamat qilgan. Nahl surasi 125-oyat. Endi 4-jihatga kelsak, boshqa musulmonlarga nohaq nom qo'yish va ularni turli xil bo'xtonlar bilan ayblash. Diniy mutassiblar boshqalar sha'niga tamg'a bosishni yaxshi ko'radilar. Masalan, munofiq, murtad, kofir, turol va hokazo nomlar bilan. Bunday ayblov o'zini haddan ziyod yuqori baholash va o'z aybini bilmaslik bo'lib, hech qanday diniy ijtihod yoki haqqoniylikka intilish hisoblanmaydi. 5-jihat, dindagi g'uluv va mutaassiblik. Taassub, ilohiy ta'limot bir yonda qolib, kimningdir shaxsiy va tor tushunchalari uchun kurashishdir. Shu yo'lda o'ziga qarshi chiqqanlarni ko'r-ko'rona dushman deb e'lon qilishdir. Bu yo'lda diniy shiorlardan foydalanish esa aslida ilohiy dinga emas, balki shaxsiy fikrga boshqalarni kuch bilan majburlash hisoblanadi. Bu ishning oqibati halokatliligi va ulkan gunohlarga sabab bo'lishi uning qanchalik noto'g'ri ekanligiga dalolat qiladi.